Hürmetli vatandaşlar, leksimizni başlaymiz. Bugunchi silag'i 2019-yil 11-oyning 20 kuni haftaga payshanba. Endiki mavzu mundaq vatandaşım. Yuqorida siz Avam palatasining 417 ovoz bilan Shangangda kishilik huquq va Shangangda demokratiya masalasi to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlarining Avam palatasining qonun loyiha ma'qullaganligini so'zlab o'tdi. Endi siz bu xabarga qarab vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlarining keyin belgilangan ma'mur davlat ishlar kotibi Jungoning Xinjiangda qilgan atganlarini yoki Xinjiangdagi haddiy harakatlarini qabul qilishga bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 11-oyning 20 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Bir poyezdning ichki chaqi o'ng taraf va so'l taraf. Bir reles, bir temir yo'lda chep kelyapti poyezd. O'ng taraf tikisi Shangang, so'l taraf tikisi Xinjiang. Yoki so'l taraf tikisi Shangang, o'ng taraf Xinjiang. Poyezd hozir xalqaro temir yo'l qatnashi bo'yicha qatnab kelyapti vatandaş. Manda tasvirlik, yani keyin so'zlaymiz oxirida. Kechiring. Xabar mundaq boshlandi. Washington Prezident Trump tayinlagan Amerika Davlat Mahkamasining doimiy muavin davlat ishlar kotibi Stephen Biegun mundaq ko'rsatdi. Jungoning Xinjiangda qilayotgan haddiy harakatlarni qabul qilishga bo'lmaydi. Jungoning Xinjiangda qilayotgan haddiy harakatlarni mustamlik Uyg'uristonda qilayotgan haddiy harakatlarni qabul qilishga bo'lmaydi. Bu nafar Amerika Qo'shma Shtatlarining Chavshan masalasi bo'yicha alohida elchiligini ustiga olgan Amerika diplomati haftaning 3-kuni asl shundaq edi. Haftaning 3-kuni, ya'ni 11-oyning 20 kuni Kengash palatasining vazifaga tayinlash guvohlik berish yig'inida mundaq dedi. Xabarlarda xabar qilinayotgan faktlarning rostligidan gumonlanadigan sabablarim yo'q. Amaliyotda men mundaq hisoblayman. Barliq xabarlar Jungoning osonlik millatlarga va diniy e'tiqod guruhlariga qo'llangan kishini cho'chitadigan haddiy harakatlarni oshkorlab berdi. Jungoning bu haddiy harakatlarini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Muavin davlat ishlar kotibi Stephen Biegun Kolorado shtatlik Jamiyatchilar partiyasining a'zosi ham Kengash palatasining a'zosi senator Cory Gardner New York vaqt gazeti e'lon qilgan Jungo hukumatining musulmonlarni nazarband qilishni qanday tashkillaganligi to'g'risidagi xabarni tilga olib savol qo'yganda Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin davlat ishlar kotibi Stephen Biegun yuqoridek javob berdi. Muavin davlat ishlar kotibi Stephen Biegun bundoq dedi. Men xabarlarni o'qidim. Hujjatlar va Xinjiang to'g'risidagi bosh xabarlarni, mustamlik Uyg'uriston to'g'risidagi bosh xabarlarni o'qidim. U bundoq ko'rsatdi. Xabarlar va suratlar odatda o'ng'ayli o'zgartirilganlikdan ba'zi gumonlar tug'ilishi mumkin edi. Lekin Xinjiang to'g'risida berilgan xabarlardan men gumon qilishga sabab ko'rsatolmayman. Senator Gardner Amerika magnitstik suiqasd qilish qonunidan foydalanib javobgar bo'lgan Jungo amaldorlari embargo yurgizishga bo'lamdi deb savol qo'yganda muavin davlat ishlar kotibi Stephen Biegun biz buni o'ylashimiz deb javob berdi. Demak, embargo qilish Xinjiangda yana birisidak bir nimalarni embargo qilishga bo'lamdi deganda Stephen Biegun muavin davlat ishlar kotibi biz buni o'ylashimiz. Hozir vazifa turgan muavin davlat ishlar kotibi Sullivan Amerikaning Rossiya turishliq bosh elchisi qilib tayinlangandan keyin Prezident Trump Stephen Biegonni uning o'rniga tayinladi. Uning o'rniga muavin davlat ishlar
katibi kılıp tayinledi. Stephen Biegun Amerikanın ikinci numurluk diplomatının vazifesini atqırdıgan boldu. Bundaq tayinlaş Kengeş Palatasının təsdiqidən ötüşü gerek idi, şuna yukarı guahlık berişiğini uyuşturuldu. Kengeş Palatası ötküzülgen haftanın 3. günlük guahlık berişiğini da bu komitetin reisi senatör Jim Rich ve muavir reis senatör Robert Menendez Qatarlıq işke partiya azaları, senatörleri hemmisi mundaq bildirişdi. Cungo Amerika asaslıq xaris qılğıcı devletdir. Senatörler mundaq görsetdi. Cungo bütün dünya rehberlik kılmakçı buluvatıdı. Halkara sistemini Cungo'nun kıymet ölçümü ve nişanı boyunca aylandırmakçı buluvatıdı. Rahmet senatörler. Demek en ahırı Cungo Kompartiyası degenden kim ve nime devlet işgalligini düşen gidinler üçün devlet meclis senatörleri sizlerge rahmet. Sizlerge rahmet. 20 milyon Uygur halkıdır rahmet. Bu işi aylandırmakçı buluvatıdı. Lekin senatör Mitt Romney bundak hesapladı. Cungo bunun işini emelge aşırış uğurlarında bunun etraflık, stratejilik siyaseti var. Lekin bizden Amerika'nın buna takabül turdan stratejilik siyasetimiz yok. Bunun karta yeni tayinlengen muavin devlet işlakatı ve Stephen Biegun bundak hesapladı. Cungo'nun şundak arzusu var. Lekin arzu galba kılışka baravar emas. Şundaqla arzu stratejilik siyasetke mu baravar emas. Bizden toluq jari kıldırgılı bulduğan ve önümlük jari kıldırgılı bulduğan bir sahamız belki biz bilen bir tek fikir kılalaydıgan şeriklerimiz bilen birlikte ortak öngel bölüp atkan meselelerge takabül turuştu. Ortak öngel bölüp atkan meselelerge takabül turuştu. Muavin devlet işlakatı Stephen Biegun mundaq görsetdi. Cungo bir parça tömür emas. Nurgulluğun Cungolıqla Amerika bilen hem kardeşip iş kılıdı.